Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qanaqasizlar? Ketdimsizlar? Hozir biz Qo'qonda Farobiy bozoridamiz. Farobiy bozori bu hozir ertalab endi yoriq tushdi va mahsulotlarni imkon boricha hamma filiallarimizga oldik, sotib oldik. Mana bunaqa juda chiroyli, mana bunaqa setkalik shishkachalardan oldik. Narxlari juda ham arzondan oldik. Telegram kanalga o'zimizni shuncha foydamizni qo'yib qo'ydik. Hamma aravada mana qilib olib chiqib ketyapti. Qo'liga oldi. Xo'p, mana bu modeldan oldik. Xudo xolasa Telegram kanalga rasmlarini qo'yib, narxini joylab qo'ydik. Chunki hozir bitta bozorda narxidan biz 2 ming qimmat sotamiz, to'g'risi. Chunki bizniki viloyatlar bo'yicha dastavka ham do'konlarimiz bor. Do'konlarimiz bitta Qo'qonga kelib, mana bunaqa aravaga solib yokida mana bunaqa sarson bo'lib azonda kelmaysiz. Biz shu ishni qilamizda, lekin ochig'i biz o'zimizning foydamiz bor. Bu shuncha. Xo'p, mana buni ham Telegram kanaliga joylandi. Narxlari omma, lekin bitta shunaqa arzon oldikki, bemalol siz aziz mijozimiz nimaga kanalga kirib, voy shunaqa ham arzon bo'ladimi deysiz, biz tashlagan narxni ko'raman. Deyarli juda ham arzon. Hozir bitta narxini aytib ikkilantirmayu. Hop, juda ham chiroyli narsalar, juda ham mana modeldan oldik. Mana modeldan hammasidan oldik. Mana modeldan hammasidan olindi. Mono modeldan olindi. Mana eminni mana modeldan. Mana shundan 1 2 3 4 mana shu to'rala svet 5 xil svet ekan, bitta qaysidan oldik. Mana undan mana hojonalarimizga juda ham chiroyli. Ham qizlarga ham, ayollarga ham, oddiy ayollarga ham, uy ichiga ham, aqabaqa ham, voy arzon, juda ham arzon narxda. Mana spiskamiz bitta katta varaqda bo'lib ketdi. Keyin mana buni cheshkadan oldik, mana buni. Mana buni juda ham chiroyli narxda, ham sifati yaxshisidan modeldan bu modeldan oldik. Mana endi hozir mana modeldan oldik. Mana modeldan oldik. Buni to'qimada? Mana uni to'qida. Buni to'qi. Qora. Buni qora. Keyin haligi dochchimi? Ha. Mana menu yo mana. Mana ha, Gucci'dan. Mana shularda mana 6 pachkasini ham oldik. Hop, keyin mana undan bir qop olindi. Hozir mana ota nima deyilardi, apa? Bakalashganmi bu yo? Plasmassami? Rezinka bu. Rezinka? Rezinka. Plasmassami, rezinka. Plasmassami. Mana bejivisi ham bor ekan. Tarishni olsiz, ochib yeyapsiz. Ha, xullas 10 ta oldik. Bundan ham 10 ta pachka bo'ldi, jami 6 tadan ekan pachkasi 60 ta oldik. Mana hozir to'g'ridan-to'g'ri Qo'qon bozoridan sizlarga ko'rsatilyapti. Hamma qaysi viloyatdan bo'lgan bo'lsa, bemalol obuna bo'lib, ko'rib, undan tashqari Telegram kanaliga o'tib, Telegram kanalda mana shu mahsulotlar hammasini bemalol bir oshdan ko'rsaling bular narxlari bilan. Juda ham chiroyli narxlarda olib, hammasini Telegram kanaliga tiniq qilib bitta rasmlarni tashladik. Endi biz hozir bitta olgan narsalarimiz ko'p. Uni hozir bitta biz kamera ko'tarib yursak, ko'pchilikda achchig'i kelyapti. Chunki hamma hozir uyqusirab turibdi. Bunaqa olov modellar ham bor ekan. Keyingi safarlarga olamiz hozir. Chunki bizda zakaz tushsa, zakazni olib keyin sotib olmaymiz. O'zimiz pulga sotib olamiz va do'konlarimizga qo'yamiz. Qaranglar, chiroyligini. Juda ham chiroyli modellar, mahsulotlar. Narxlari ham xudo xolasa juda ham chiroyli narxga chiqadi. Hop. O'rtoqlar, charchamanglar bo'lmasam, hop, ertalabdan kayfiyat borligida video qilib qo'yildi, azizlar. Xudo xolasa
o'ylaymiz, kutamizki chiroyli narxlarda boshqa mahsulotlarni ham xarid qilasizlar. Bemalol sizlarni faqat Telegram kanaliga Sifat tekstilga o'tishligini iltimos qilib qolgan bo'lardim. Charchamanglar. Hop, boshqa mahsulotlarni ham Telegram kanaliga tashladim. Tashlayman endi. Hozir bittadan malyutka, ditski, bastonochka o'sha narsalar ham olindi. O'shalar ham tashlanadi. Azizlar, charchamanglar. Bizniki tayyormi aka? Mana bizniki o'rtoqlar mana. Yolg'on bo'lmadi. O'shga qo'yaversa bitta arava chaqiramiz aka. Ashta. Ko'rdilaringizmi mana shu hammasi biznikilar. Mana bo'ldi aka, hop. Mana bu narsalardan. Juda ham chiroyli narsalar olindi. Charchamanglar.